Xo'p, farzandimni xayol etar, xoh nimalar qilsam bo'ladi. Bu uchun rahmat deb yozib qo'yishibdi. Diagnoz STVG, sindrom defitsita внимания giperaktivnosti, ya'ni fikr tarqoqligi sindromi giperfaollikda ko'pincha holatda organizmda o'sha tarqoq fikr bo'lishiga sabab bolani adaptatsiyalash, yangi joylarga moslashuvchanligi, sust bo'lishini hisobiga keladi. Bu joyga keltirish uchun oksitotsin chiqishini kuchaytirishimiz, ya'ni bola massaj olsa juda ham yaxshi yordam beradi o'sha giperfaolligini qolishiga. Massaj orqali oksitotsin ishqalanish jarayonida chiqadi, chunki undan tashqari o'sha organizmga yetishmayotgan mikroelementlar hisobiga adaptatsiyalashi sust bo'lishi mumkin. Magniy so'rilishi uchun B kompleks oldinga to'kildi bolam, mana uni bilan. B kompleks vitamin va minerallarni organizmga to'liq to'ymagan yog' kislotasi omega olib kiradi. Magniy, B kompleks vitamin, omega ichirish kerak bo'ladi.